eng yaqin ikki dugona qanday bo'ladi? Bularda bo'yi hech qachon bir xil bo'lmaydi. Bittasiniki past, bittasiniki baland bo'ladi. Bularda bir-biridan farqi shundaki, bittasi sho'x bo'ladi, hamma bilan chiqishib ketadi va hamma bilan yuradi. Ikkinchisi o'zi hech kim bilan gaplashmaydi, hech kim bilan chiqishmaydi, odamovi bo'ladi. Va shuning uchun o'sha dugonasini doim rashk qilib yuradi. Lekin ikkalasi ham bir-biriga sodiq bo'ladi. Ular o'g'il bolalar aytmagan so'kishlar bilan bir-birlarini so'kadi. Lekin shunday narsa bo'lib ketsa ham, ular hech qachon bir-birlaridan arazlamaydilar. Agar bittasi bor bolasiga mana o'sha dugonam urdi desa, uni hech qachon ota-onasi bunga ishonmaydi, chunki u dugonasi o'sha ota-onasining yonida farishta ko'rsatadi o'zini. Ularda o'rtasida hech qachon pul rol o'ynamaydi. Agar kimdir otashi bularni chatini o'qib boradigan bo'lsa, ertasi kuni u ikkala qizni ham qamalib ketadi. Agar mabodo oila a'zolaridan ketirib o'qib boradigan bo'lsa, u qizlarning ikkalasi ham uydan haydalib ketadi. Lekin bir-birlariga juda ham mehribon bo'lishadi, har doim bir-birlarining yonlarida turishadi va nima bo'lganda ham bir-birlarini himoya qilishadi. Hech qachon bir-birlarini tashlab ketishmaydi.